Voy, aytdim-ku dadasi, bu yurib ketgan, bu yerra, bu yurib ketgan ko'zi o'ynoq edi buni. Ko'z o'ynoq emas, xotinni o'zi atrofni sasib yurardi, chisnoq qilib. To'xtang, yaxshi eshitiryapti. O'shandan keyin Ana, aytdim-ku, bu yurib ketgan, o'zi bu erchi ko'zi likkilagan. Hammani xotini shunday qarab o'tiradi. Endi xotini ham piyoz qilib kelib, chisnoq qilib sasigandan keyin boshqalarga qaraydi. Qo'ysangiz, kechagina o'zim ko'rdim. Ana o'sha internetdan shunday Dubaydan losyonlar, atirlar olib xotini sepdi. Xotini sepsa ham basharasi o'zgarmaydi-ku. O'zi hamma erkak shunaqa. Sizlarga shu boshqalarning xotini, boshqalar qizi chiroyli ko'rinaveradi sizlarga. O'zlaringni piyoz qilib terlaringiz singib ketgan tishingizga Gapingiz bilan. Sasuvdimoqchiman ham men Qilmasa ham yoqmaydi, ovqat qilsa ham yoqmaydi. Yana janjal boshlandi. O'zimizdan qo'ymas. Горький вкус твоей